Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Bugun yana server mo'ykamize X7 BMW mashinamiz geldi. Uzaktan görüp havas etkenler minesi geleveradi mashina yanına gelip. Bize sayılan minip göremiz. Bize okşap mo'ykada işlesengizde shunday mashinalarni minip görüp yaxshi niyat qilib, men ham shunday mashina olg'ayman deb niyat qilganlar bir like'ni bosib havas etkenler kommentariyga yozib ketinglar, men ham olg'ayman deb. Sesine qaranglarmi, sesine voh. Shunday mashinalarimiz bo'lsa izzetip yashash geçti boshqachadan, to'g'rimi do'stlar? Kelaverasizlar, mo'ykamiz ishlab turibdi. Instagramdan ko'rib kelgan obunachilarimiz